Assalomu alaykum hammaga. Odamlar bilan birga ishlayman. Nima deydi, xalq bilan birga ishlayman. Ko'pincha ishim odamlar bilan suhbat, tushuntirish, shunaqa voqealar bilan bo'ladi. Bitta narsani shu hayotim davomida tushunib yetdim. Sizlarda ham masalan kim xalq bilan ishlaydi, masalan kasbingiz qanaqa, shu haqida sizlar ham fikr bildiringlar. Shu menga juda ham qiziqda. Rossiya Sankt-Peterburg shahrida endi hozir 1 yildan beri endi ishni boshlayapman sekin-sekin. Shu musofirga kelgan vatandoshlarimizga patent, kerakli dokumentlar, перевод, konsultatsiya yuridiskiy shu nimagadir aralashib qolsa, jinoyat ishlarida konsultatsiya o'zimni bilgan bilimlarimni yetkazib, yaxshi advokatlar topib berib, ishlarni hal qilishga yordam berib yuraman. Qachon men bir ishni boshlasam, masalan, shu ishni qo'limdan kelishini garantiyasini bersam, masalan, ishlar bo'lib qoladi, zakaz berishadi, oldindan analiz qila olamiz-ku, endi ko'rasiz nima bo'lyapti, ish bo'ladigan, bo'lmaydiganmi. Qachon men shu ishni ko'rib, bo'ladi, 100% desam, odam qochadi-da, bular qochadi. Juda nimadir bor-da bunda deb o'ylashadi, tushunmayman. Agar yo'q, bu narsaning iloji yo'q desam, bir narsa qilaylik, pulini bering, ilojini qiling, men sizga ishonaman deb anaqa qilib dabitsa qilaveradi, porami nimadir taklif qilaveradi. Yo'q, iloji yo'q deysiz, все. Iloji yo'q bo'lgan odamlarda puli bo'ladi. Ha, bo'ladi, davay, javobga javob. 100% desangiz puli bo'lmaydi, yo'q bo'lmasam bahona qilib tashlaydi, yo'q bo'lmasam bir narsalar qilib tashlaydi. Men bezillab qolganman bir narsadan, odamlarning bir qilig'idan. Telefon qilsang, senga telefon qilsa-da aytadi faqat paloncha aldadi meni. Menga telefon qiladiganlarda, shu ish tushadiganlar 80% ni kimdir aldagan bo'ladi. Yoki kimgadir pul berib otilgan bo'ladi, kimdir uni cho'rniga tiqqan bo'ladi. Tushunmayman, hammasi shunaqami? Yo'qmasam xuddi meni ammam o'g'lidek tasavvur qiladi o'zini. Shu ishda deydi, borsam pulini bersam bo'lmaydimi deydi. Bir yordam qiling, Alloh yo'liga bir yordam qiling deydi menga. Men o'zi qarindosh urug'larimga yordam beraverib, pul beraverib, o'zimni radnoylarim ham pulimni qaytarib bermay, ishni qildirib, qarz bersam ham qaytarib bermay, уже hammasidan kechib bo'lganman. Kerak emas menga unaqa orani buzadi-da pul. Bermishmaydi, u qilishadi, bu qilishadi, odamlar ham o'rganib qolgan. Ayniqsa menga ishlaydiganlar ko'pchilik kimdir aldagan bo'ladi, yo'q bo'lmasam sirazi fikr o'zgarib qoladi. Maslahat qilib kelayda, bir yoshi katta, bir 50 ga borayotgan odam maslahat qilib kelaydi. Men aytaman keyin ustidan kulib. Mahalladagilardan chaqirib maslahat qilib yuboring, keyin oxirida mahallakom nima deydi deb qolmaylik. O'shandan ham maslahat qiling deb qo'yaman, tavba qildim. Sizlarda ham shunaqami? O'z fikriga ega emas. Yosh 30 ga kirib, yosh 40 ga plus 50 bo'lib yotibdi ham maslahat keling, xotindan so'ray, dadasidan so'ray. Dadasidan so'rab oldindan yozsangiz bo'lmaydimi shu gaplarni? Odamzod shunaqa ekanda, aytaman bo'ladi, zo'r yorib yuboraman desangiz, yo'q, qila olmayman desangiz, pora tiqishtirmoqchi bo'ladi. Keyin yana bitta narsani shunday bezillab qolganman. Bularni kimdir adileniga tushib qolgan bo'ladi, shuni olib chiqish kerak bo'ladi. Keyin ularga aytaman, olib chiqish kerak bo'lsa, o'zing eplasang bo'ladi, eplamasang katta pul bo'lib ketadi, katta odamlar aralashib ketadi. Menda kichkina tanishlarim yo'q deyman. Bo'ldi, gap yo'q deydi, odamlar aralashtirib, bo'ldi, javob, davay, pulni sana degan joyda bular puli bo'lmay qoladi, yo'q bo'lmasam kimdir nimadir fikr o'zgarib qoladi, borsin pulni bergandan ko'ra deport bo'lib ketsin deydi. Keyin bu deport bo'lgandan keyin yana pul ishlab kelishadi, pul topib kelishadi. Mana pul, endi bir narsa qilaylik deb. Sizlarda ham shunaqami? Odamlar bilan ishlaydiganlar, ayniqsa Rossiyadagilar yomon sizlar. Birdaniga temalaring o'zgarib ketib, fikrlaring o'zgarib ketadi.